Assalomu alaykum hammaga. Mana uzoq kutilgan Jana magazinimizning ochilishi bo'ldi. Hozir mijozimizning Feruza Normatovaning fikrlarini eshitamiz. Proyekt bo'yicha, dizayn bo'yicha va ish jarayoni haqida. Bu proyektni dizaynini birgalikda tanladik. Ya'ni men grechiskiy stil tanladim va kutganimdan ham a'lo darajada bo'ldi. Ya'ni magazinimda bir nechta fotozonalar bor. Bilasizlar, ayollarning kiyimlariga asosiysi obzor bo'lishi kerak, chiroyli zonalar bo'lishi kerak. Bemalol vishilkalarni ham bu yoqdan bu yoqqa olib o'tib, bemalol qizil syomkalar qilishyapti. Juda ham chiroyli chiqqan. Qolganini bemalol videoda ko'rsanglar bo'ladi. Xullas kalom o'rtoqlar, Foverdes profilida aynan mana shu Islombek yuritadilar. Shularga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu do'konni dizayn qilinishi jarayonida qaysidir joyda qanaqadir boshqacharoq fikrga kelib qolsanglar ham bemalol etib joyida o'zgartirib yana to'g'irlatib ketsanglar bo'ladi. Men do'konimdan juda ham ko'nglim to'lgan, kelgan hamma mehmonlar mazza qilib maqtab, juda ham akkuratniy, необычный do'kon bo'pti deb maqtab ketishdi. Bu uchun sizga alohida rahmat kattakon va albatta Foverdes murojaat qilib nafaqat magazinni, balki har qanaqa o'zingizlarning biznes joyinglarni yoki uyinglarni ishonib topshirsanglar bo'ladi.